Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston davlat rahbarlari qatnashgan Xitoyning yangi mustamlika boshliqlar yig'inida Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa ko'z yumdi. Savdo, mablag' silish va diplomatik aralashish orqali O'rta Osiyodagi ta'sirini kengaytmoqchi bo'lgan Xitoy prezidenti Shi Jinping payshanba va juma kunlari Xi'anda o'tkazilgan tunji navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'iniga qatnashgan O'rta Osiyo rahbarlarini qizil gilam silib kutib oldi. Yana bir tarafdan kishilik huquq tashkilotlari rahbarlarining o'xshash dini va madaniyat qimmat qarshi bo'lgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy millatlar uchrayotgan qirg'inchilikqa ko'z yumganligini aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi Xitoy komitetining navbatda Xitoy turmusida tutib turilayotgan Gulshan Abbosni darhol qo'yib berish to'g'riliq chaqiriq e'lon qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi Twitter orqali e'lon qilgan chaqiriqda mundaq degan: Gulshan Abbos ishonchlik bo'lmagan faktlar asosida ayblanib, Xitoyda 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Biz Xitoy Xalq Jumhuriyatining insonparvarlikni chiqish qilib, Gulshan Abbosni qo'yib berishni talab qilamiz. U shundaqla oilasidagilar bilan jam bo'la oladi va davolanish imkoniyatiga erisha oladi. Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonimning hadisi Gulshan Abbosning 2018-yili tutqun qilinib, 2020-yili 20 yillik kesilganligi ma'lum bo'lgan edi. Qozog'istonning ommaviy axborot vositalarining yaqingi kunlardan buyon e'lon qilgan xabarlarga qaraganda, Qozog'istonlik Uyg'ur yigiti Rinat Avutov Yaponiya poytaxti Tokio shahrida tanharakatning kodi turi bo'yicha yoshlar orasida o'tkazilgan 6-navbatlik dunyo musobaqasida oltin medalga erishgan. Dunyodagi eng chong sanoatlashgan 7 davlatdan tarkib topgan G7 ning rahbarlari Yaponiyaning Hiroshimada ko'rishdi. Xitoy bilan Rossiya asosli qaralma bo'lgan boshliqlar yig'inida yangi jazolar e'lon qilindi. G7 davlatlari Germaniya, Amerika, Angliya, Italiya, Fransiya, Yaponiya va Kanada bilan Yevropa ittifoqi rahbarlari tunugun 3 kunlik boshliqlar yig'inining birinchi kuni Rossiyaga qarshi texnika, sanoat aslahalari va har xil mulozimatlarni nishon qilgan yangi jazo to'g'risida birdaklik hosil qildi. Gerçi Rossiya muhim tema bo'lmasa-mu, lekin Xitoy to'g'risida o'rtaq siyosat belgilashmi rahbarlarning kun tartibida edi. G7 rahbarlari birlashma bayonotida yadro quroli yo'q dunyo chaqirig'i qilib, Xitoy, Eron va Shimoliy Koreyadan yadro jiddiyligini azaytishni talab qildi. Yaponiya bilan Angliya ikki davlatning davlat mudofaa, savdo va texnika hamkorligini kuchaytirish uchun obida xarakterli kelishim hosil qilgan. Buning bilan ikki davlatning hamkorlik munosabati yanada kuchayib, yer shari strategik sheriklik darajasiga ko'tarilgan. Angliya bosh vaziri Rishi Sunak Angliyaning yerim o'tkazgich sanoati uchun 1 milliard fond sterling mablag' selishga tayyorlik qilayotganligini bildirgan. Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'inidan burun Xitoyga yetib kelgan Tojikiston raisi Imom Ali Rahmonov Shi Jinping bilan o'tkazgan suhbatda ikki taraf Tojikiston Millatlar universiteti, Konzi instituti va Tojikiston meteorologiya institutidagi Konzi institutining Xitoy tili va madaniyatini o'rganishda o'ynagan muhim roliga yuqori baho bergan hamda har qaysi sohada o'zaro manfaat yetkazish asosida birlashma bayonot e'lon qilgan.